Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan injenerlik konstruksiyalar fanidan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz yog'och konstruksiyalar deb nomlanadi. Biz sizlar bilan birinchi darsda aytgandikki, injenerlik konstruksiyalar qanaqa materialdan tayyorlanganiga qarab bir qancha turlarga bo'linadi degan edik. Ya'ni tosh va g'isht, yog'och, metall, beton, temir beton konstruksiyalar. Sizlar bilan bugungacha biza ko'proq demak metall konstruksiyalar haqida gaplashgan bo'lsak, bugungi mavzuyimiz yog'och konstruksiyalar hisoblanadi. Yog'och konstruksiyalar qo'llanilish sohalari. Yog'och qimmatbaho konstruksion tabiiy qurilish materiali bo'lib, qurilishni deyarli barcha sohalarida keng qo'llaniladi. Qurilishbop yog'ochlar respublikamizga asosan Rossiyadan va boshqa shimoliy davlatlardan tashib keltiriladi. Qurilishbop yog'och zaxiralari bo'yicha Rossiya Federatsiyasi dunyoning yetakchi o'rinlarini egallaydi. Rossiyadagi o'rmonlarni qariyb 4dan 3 qismi Sibir va Uzoq Sharq o'lkalarida joylashgan. Ushbu o'rmonlarni 4dan 3 qismida qurilishbop igna bargli daraxt navlari, listenitsa, sosna, pixta va kedr o'sadi. Quyida siz rasmda turar joy binosini konstruksiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu turar joy binosini har bitta elementi, har bitta konstruksiyasi yog'ochdan qurilgan. Ya'ni uni ustunlari ham, balkalari, to'sinlari ham, zinalari ham hamda tomlarini yopishdi fermalari ham har bitta demak konstruksiyasi umuman yog'och konstruksiya hisoblanadi. Keyingi rasmda siz yog'och fermalarni ko'rishingiz mumkin. Bularni asosan biz demak tomlarni yopishda foydalanamiz yoki bino tomini yog'och konstruksiyasi elementlarini bu rasmda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qolgan 4dan 1 qismida bargli yog'och navlari dub, buk, osina, grab va boshqalardan iborat. O'zbekistonda yetishtirilayotgan daraxtlardan asosan terak, tog' archasi va qayrag'och navli yog'ochlardan qurilishda foydalanish mumkin. Bu esa respublikamizni qurilishbop yog'ochga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondira olmaydi. Shuning uchun nam keyingi yillarda respublikamizda o'rmon xo'jaligini rivojlantirishga katta e'tibor berilyapti. Yog'och konstruksiyalarini tayyorlashda asosan igna bargli yog'ochlardan sosna, yel, lisinitsa, pixta va kedirdan keng foydalaniladi. Yuqorida qayd etilgan qurilishbop yog'ochlar to'g'ri chiziqli bo'lib, mexanik xossalari bargli yog'ochlarnikiga nisbatan ancha yaxshi va tarkibida smoli miqdori nisbatan ko'p bo'lganligi uchun ham ularni chirishga turg'unligi yuqori bo'ladi. Bargli qattiq yog'och navlari dub, buk, krab va boshqalar o'ta muhim kichik yog'och detallari nagel, shponka, prokladka va boshqa tayyorlashlarda ishlatiladi. Beryoza esa demak asosan qurilish fanerallarini va qatlamli plastinalarni tayyorlashda keng qo'llaniladi. Bargli yumshoq yog'och navlaridan, ya'ni osina, olxa, terak va boshqalar yordamchi inshootlarni qurishda, vaqtinchalik yog'och konstruksiyalarni barpo etishda hamda monolit beton va temir beton ishlarini bajarishda turli xildagi qoliplarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Bu rasmda sizlar igna bargli qurilishbop yog'och navlarini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni yel, sosna, listenitsa, tis, kedr, pixta va hokazolarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu rasmda esa sizlar qurilishbop yog'och navlarini, ya'ni boya aytganimizdek igna bargli yog'ochlarni daraxtlari bilan birgalikdagi rasmini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, tepa qismida igna bargli yog'ochlar, pastki qismida bargli yog'ochlarni ko'rishingiz mumkin. Ishlov berilgandan keyingi yog'ochlarni ko'rishingiz mumkin siz bu rasmda. Qurilishbop yog'och navlari yel, sosna hamda lisenitsani ko'rishingiz mumkin. Qurilishbop yog'ochlarni asosiy kamchiliklaridan biri bu olovbardoshliligi juda kichik, ya'ni 150-160 gradus haroratda alangalanib ketishi mumkin. Bundan tashqari, tashqi muhit ta'sirida chirishga moyilligi yuqori bo'ladi. Bioturg'unligi past, ya'ni bioturg'unlik deganda o'sha hasharotlar, o'zini qurtlari bo'ladi-ku, shularning nazarda tutiladi. Ya'ni qurtlar yeydi uni.
Fizik va mexanik xossalari ekspluatatsiya davridagi namlik va temperatura ta'sirida bevosita bog'liq. Yog'och tanasidagi tabiiy nuqsonlar uni mustahkamligini va xizmat muddatini kamaytirib yuboradi. Yog'och konstruksion qurilish materiali sifatida bir qancha afzalliklarga albatta ega. Bu afzalliklarga biz quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Demak, xususiy massasiga nisbatan yetarli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega, ya'ni kichkinagina to'sin, kichkina ko'rinadi-yu, lekin ko'rinishiga nisbatan yuk ko'tarish qobiliyati katta bo'ladi. Normal sharoitlarda bardavomiyligi yuqori, yog'ochlarga ishlov berish nisbatan oson, ya'ni randalash, arralash, demak, qiyinchilik tug'dirmaydi. Yog'och konstruksiyalarini tayyorlash yuqori texnologiyalarga asoslangan temperatura ta'siridagi chiziqli kengayish koeffitsiyenti juda ham kichik. A, Issiqlik o'tkazish koeffitsiyenti nisbatan kichik va issiqlik yutish sig'imi ancha yuqori. Va kimyoviy muhitlarga turg'unligi yuqori hisoblanadi. Mana shunaqa afzalliklarga ega yog'och. Qurilish yog'ochlarning fizik-mexanik xossalariga keladigan bo'lsak, yog'och tanasi tolalardan iborat yacheykali tuzilishga ega bo'lgan tabiiy material bo'lganligi uchun ham yog'ochlarni namligi katta intervalda o'zgarishi mumkin. Masalan, yangi kesilgan daraxtdan tayyorlangan yog'och namligi 100% deb olinsa, asta-sekin tabiiy sharoitda yoki quritish jarayonida yog'och namligi sekin-asta kamayib boradi. Yog'och konstruksiyalarni barpo etishda alohida elementlarning namligi 20-25% atrofida bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha 100% kesilgandan keyin o'sha 20-25% namligi tushgandan keyingina ularni ishlatish mumkin. Yelimlab tayyorlangan yog'och konstruksiyalar esa bu ko'rsatkich 9-15% atrofida bo'lishi talab etiladi. Ya'ni yelimlab tayyorlanganlar, bular DSP, DVPlar nazarda tutiladi. Yog'och saqlash yoki yog'och konstruksiyalarning ekspluatatsiya davrida namlik katta intervalda o'zgarib turishi 10-40%gacha. Yog'ochlarda kirishish yoki shishish hodisalarini yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu deformatsiyalar odatda bir xilda bo'lmaydi. Kirishish deformatsiyalari namlik va haroratni o'zgarish natijasida yog'och tolalariga ko'ndalang yo'nalishda 4-10% tashkil etsa, ushbu ko'rsatkichlar tolalar yo'nalishi bo'yicha 0,3% dan oshmaydi. Yog'och namligi 30% dan ortib ketsa, uni tanasidagi erkin suv hosil bo'ladi va namlik ta'siridagi kirishish, ishish deformatsiyalar deyarli kuzatilmaydi. Yog'ochni qurishi natijasida yuzaga keladigan deformatsiyalarning o'zgarishi yog'ochni tashqi sirtidan markazga tomon bir xil deb bo'lmaydi. Va natijada yog'ochni tashqi sirtida kirish yoriqlari va tilingan yog'och taxtalaridan esa ko'ndalang va bo'ylama egriliklarni keltirib chiqaradi. Yog'och konstruksiya elementlarini qurish natijasida ularni o'lchamlari kichrayib, kirishish deformatsiyalari yuzaga keladi. Yog'och damlanganda esa uni o'lchamlari kattalashib, shishish deformatsiyalari yuzaga keladi. Ushbu deformatsiyalar yog'och yo'nalishiga qarab turlicha qiymatlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, tolalar yo'nalishiga ko'ndalang tarzda tangensial yo'nalishda 6-10% gacha bo'lsa, radial yo'nalishda esa 3-5% gacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Yog'och tolalariga bo'ylama yo'nalishda esa kirishish deformatsiyalari juda ham kichkina qiymatga ega bo'ladi. Masalan, 0,1 dan 0,3% ni tashkil etadi. Yog'ochning issiqlik o'tkazuvchanligi juda kichik bo'ladi. Xo'p, yog'och nisbatan yengil tabiiy konstruksiya materiali bo'lganligi uchun uni zichligi bir qancha omillarga bog'liq hisoblanadi. Yog'ochni naviga, yoshiga, namligiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Yog'och zichligi odatda ularning namligi 18% yetganda aniqlanadi. Masalan, yangi kesilgan sosna va yel daraxtlarining zichligi 850 kilogramm taqsim metr kub bo'ladigan bo'lsa, agar ushbu yog'ochlarni namligi 75% dan yuqori bo'lmagan xonalarda ishlatilsa, ularning zichligi 500 kilogramm taqsim metr kubga teng bo'ladi. Agar havoni namligi 75% dan yuqori bo'lsa, yuqoridagi yog'ochlarning zichligi 600 kilogramm taqsim metr kub deb qabul qilinadi. Aksariyat qurilishbop yog'ochlarning zichligi suv zichligidan kichik bo'lganligi uchun kesilgan qurilishbop yog'ochlar daryolarda oqizish yo'li bilan
yog'ochlarga ishlov beradigan korxonalarga tashib keltirishadi. Hop, yog'ochlarning mexanik xosalariga keladigan bo'lsak, har turdagi yog'och navlaridan olingan namunalar turli zo'riqqanlik holatlariga sinash yo'li bilan aniqlanadi. Yog'ochlarning mexanik xosalariga elementning fazodagi vaziyati va unga ta'sir etayotgan kuchi yo'nalishi katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, yog'och anizotrop material bo'lganligi uchun uning mexanik xosalariga tashqi muhit harorat, namlik ta'siri ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Agar tashqi kuch yog'och tolalari yo'nalishiga ta'sir etsa, yog'ochni mustahkamligi katta ko'rsatkichlarga ega bo'lib, deformatsiya juda kichik bo'ladi. Aksincha, tashqi kuch yog'ochni tolalariga ko'ndalang ravishda ta'sir etsa, uning mustahkamligi kichik bo'lib, deformatsiya maksimal qiymatga ega bo'ladi. Yog'och mustahkamligi ularni qanaqa zo'riqqanlik holatida ishlatilsa ham bevosita bog'liq bo'ladi. Masalan, yog'ochni konstruksiya elementi cho'zilishga ishlasa, uni zo'riqqanlik holatdagi deformatsiyalanishi chiziqli elastik materialniki singari kechadi. Bunda yog'ochni buzilishi va uni tolalarining notekis birin-ketin uzilishi natijasida to'satdan yuzaga keladi. Shu boisdan demak yog'ochdagi tabiiy va sun'iy nuqsonlar cho'zilishga ishlaydigan yog'och elementlari mustahkamligi sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni ham e'tiborga olish kerakki, yog'och konstruksiyalarini tayyorlash uchun birinchi navdagi qurilish yog'ochlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yog'och konstruksiyalarining mustahkamligi ularni namligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, agar yog'och namligi 0 dan 30% gacha oshirilsa, uni mustahkamligi sezilarli darajada kamayadi va aksincha, yog'och namligi 30% dan 0 ga tushadigan bo'lsa, mustahkamligi taxminan 1,5-3% modda oshishi mumkin. Ushbu jarayonda yog'ochning elastiklik moduli ham mos ravishda 25-30% gacha o'zgaradi. Yog'ochlarning mustahkamligiga ularni namligidan tashqari tashqi muhit harorati ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, harorati 50 gradusgacha ko'tarilishi natijasida yog'och mustahkamligi va elastiklik moduli 20% ga kamayadi va u sezilarli darajada mo'rtlashib qoladi. Yog'och harorati 10 gradus Selsiyadan 50 gradus Selsiya bo'lgan oralig'da uni mustahkamlik chegarasidagi zo'riqishni quyidagi ifoda orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Qurilishbop yog'och materiallarining asosiy turlari. Qurilishda ishlatiladigan yog'och materiallar asosan ikkita turga bo'linadi. Ya'ni dumaloq kesimli yog'och materiallar hamda tilingan yog'och materiallar. Dumaloq kesimli yog'och materiallar odatda podalar deb etiladi. Ularni qurilishbop yog'ochlarni ikki uchidan kesib, shoxchalaridan tozalanadi va davlat standartlari bo'yicha buyurtmachilikka yetkazib beriladi. Mana qurilishbop yog'och xodalarni siz bu rasmda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qurilishbop yog'och materiallarni ko'ndalang kesimlarini ko'rishingiz mumkin. Qurilishbop yog'och xodalarni sifat ko'rsatkichi. Demak, A, B, C, D bo'ladigan bo'lsa, A dan D ga qarab sifat ko'rsatkichi yomonlashib ketganini bu rasmda biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qurilishbop yog'och xodalar ko'ndalang kesimini o'lchamlari bo'yicha 3 guruhga bo'linadi. Kichik xodalar, demak, diametri 8-13 sm bo'lsa, o'rtacha xodalar 14 dan 24 sm-gacha bo'ladi diametri. Katta xodalarniki esa 26 sm va undan katta ham bo'lishi mumkin diametri. Qurilishbop yog'och xodalarni bo'ylama qirqimi kesik kon shaklida bo'ladi va ularni diametri pastdan yuqoriga qarab kichrayib boradi. Sifatli yog'och xodalarni ularni diametri kichrayib borish darajasi har bir metr uzunlikda 0,8 santimetrdan ortiq bo'lmasligi kerak bo'ladi. Yog'och xodalarni yo'g'onligini belgilashda ularni uchki tomonidagi diametr e'tiborga olinadi. Qurilishbop yog'och xodalarni davlat standartlari bo'yicha 4, 4,5, 5, 5,5, 6 va 6,5 metr uzunlikda bo'lishi mumkin. Sanoat va fuqaro qurilishida asosan o'rtacha o'lchamlari bo'lgan yog'och xodalarni keng foydalaniladi. Girotexnika inshootlari qurilishda maxsus buyurtmalar asosida